Xo'sh. Ana endi daraxtlarni qayerdan olsam bo'ladi? Mana shu daraxt zo'r ekan. Tak, boshqa zo'r daraxt yo'q. Bo'ldi, mana shu daraxtni kesamiz. Tak, asta-asta kesamiz. O'zi asta-asta kesmasam bo'lmaydi. Tez kesolmayman chunki menda attiga toshli kirka. Tak, manimcha bitta qoldi va oxirgisini ham olsam bo'ldi. Tak, ana endi atrofda yana qayerda stop. Bu qanaqa sandiq? Tak, ochib ko'rish kerak. Tak, voy dod! Men boyman! Yo, bu pullarni qaranglar, men boyman! Endi men boyman! Vo, mazza! Voy, stop! Tentayman, men pul sochyapman. Yig'ishtir. Pullarni yig'ishtirib olmasam bo'lmaydi. Voy, garay, pullarni ham sochadiman. Yomon garayman, to'g'risini aytsam. Bu pullarni man yo'qotmasligim kerak. Voy, boyib ketdim. Mazza. Tak, ana endi tak, daraxt cho'g'ib o'tirishdan foyda yo'q. Yaxshisi tezroq uyimga borib, o'zim shaxsiy ishlarimni ko'ra qolay. Men sizga necha marta aytdim. Son nima meni uyim kirib kelyapsan? To'xta. To'xta. Chiq uyimdan, tez chiq. Chiq deyapman men senga. Uyimdan chiq, yo'qoli. Voy dod, bularga men necha yuz marta aytdim uyimga kirmalaring deb. To'xta, senlardan bunaqa qutula olmasam kerak. Iloj yo'q. O'zlaring majbur qilyapsanlar. Men senlarga chiq deyapman. Uyimga kirib kelyapsan, indamasam. Tak, joyga qo'ymadim-ku. To'xtanglar. Все, нормально. Mana bo'ldi, все. Men senga brat necha marta aytdim uyimning yoniga o'ralashma deb. Iloj yo'q, uyning yonida turgim kelyapti faqat. Sen jinnimisan? Qandaysiga meni uyimning yonida turging kelaveradi seni? Bilmasam. Короче, hozir men o'rmonga boraman, daraxt olib kelaman, mana yerda yirib qo'yaman. Tushundingmi? Agar o'tsanglar o'lasanlar, tushundingmi? Unaqada o'tolmaymiz-ku. Shu o'tolmaslik uchun ham qilmoqchiman. To'xta, men taporimni olib o'rmondan borib daraxt kesib kelmasam, odamni ahmoq qilib tashladi bular, to'g'risini aytsam. Men bu tomonda normal daraxtlar bor, men shu tomonga borib kelishim kerak yoki bu tomonga boraymi? Bilmadim. Menimcha shu tomon yaxshi, chunki mana qizil narsa bor ekan. Buni qizil narsa umrimda ko'rmaganman, kakras ko'rib ham kelaman. Bu yerda barg havoda muallaq turibdi. Hayronman nima bunaqa. O'tdi tayda yog'och yo'q. Mana ekan yog'ochlar va bu stop. Aytgancha. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar Johanning yangi kanaldasizlar va yangi kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, chunki men tezroq 1000 ta obunachiga ega bo'lishim kerak, ya'ni erishishim kerak. Bunga sizlarning yordaminglar kerak. Shuning uchun tezroq kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang, jigar. Hamda kommentariyaga birorta chiroyli hazil yozib qoldiring, men kuladigan latifa yozib qoldiring. Tak, men nima deyotgandim? Короче, maqsadga o'taylik. Voy, blin! Qaranglar, shu pulmi? Bu ati $400. Men shunga xursand bo'lyapman. Ati $400. Stop, mana sandiq bor edi. Sandiqda $200. Voy dod, qanaqasiga buncha pul qayerdan kelib qoldi? To'xtanglar, daraxtga yaxshilik qilaylik. Yo. Bo'lishi mumkin emas. O'rmonning o'rtasida pul qayerdan kelib qoldi? Men hayronman. Mayli. Stop. Hozir men daraxt olib ketishim kerak edi, daraxtlarni olay. Keyin bu narsani o'ylab ko'ramiz. Jetellardan so'rash kerak, balki birortasi olib kelib shu yerga yoshirib ketgan bo'lishi ham mumkin va men to'satdan topib olgan bo'lishim ham mumkin. Bilmadim. Tog' tuxumlabdi. Kaklas menga o'zi bitta tuxum kerak edi. Qalaysan, jo'jaxo'roz? Ma tuxuming. Jo'ja chiqmadi. Faqat yig'lama, tushundingmi? Tuxumingni sindirib qo'ydim. Iltimos menga mayli. Qishga ham farqi yo'q ekan. Ana endi qishloqqa qaytamiz va mana bu narsalardan qarchi uyimda atrofini o'rab chiqaman, lekin mana pullar meni hali ham o'ylantiryapti. Qarchi gapni ko'p qilmay qishloqqa qaytay tezroq. Xo'sh, tezroq borish kerak nima bo'lgan taqdirda ham, chunki men pullarni birinchi aniqlashim kerak. Qayerdan bunaqa pullar men kelib qoldi, hayronman. Bir amallab aniqlashim kerak demoqchi edim. Wow, Mersmi mana bu? Audi. Yo, men tush ko'ryapman, menimcha bu yoqda emas. Bu yoqda o'tib ketay, yaxshisi o'zimda qanaqadir aqlimni jilovlagan holatda babrik ko'rinib turibdi-ku. Jetel, mana bu mashina qayerdan kelib qoldi? Meniki nima qilibdi? Oldin mashina ko'rmaganmisan? Yo'q, ko'rganman. Qanaqasiga sanda shunaqa mashinalar borligiga men ishona olmayapman. Bitta gap aytsam ishonmaysan. Rostdan ham ishonmayman-da. Bunaqa mashinalar qara. Sen qayerdan olganingga men rostdan ham ishonmayman. Baribir ishonmaysan. Aytay yoki aytmayapman? Ayt, ishonmasam mayli, lofni ham mayli eshitib ko'raylik. Короче, o'rmonga daraxt chopgani borgandim. Keyin daraxt ostida bitta sandiq bor ekan. Sandiqdan pul topib oldim. Keyin o'sha pullarga sotib oldim. Rostdan
Da, rostdan, nima ishonmaysan? To'g'risini aytsam, men ham o'sha sandiqdan pul topib oldim. Yo'q, men hamma pullarni olgandim-ku. Bilmasam, mana qo'limda turibdi, ko'rmayapsanmi? Rostdan ham. Bu mashinalarni qanchaga sotib olding? Bitta mashinani $1 sotib oldim. Shunchalik arzon ekanmi bu mashinalar? Ha, auksion. Yo'q, auksion deb, aksiyada yutib oldim. Aksiyada Ha, 90% aksiyada yutib oldim. rostdan 90% aksiyada yutdingmi? Da. Xohlaysanmi sotaman senga? Ha, xohlayman. Bir stakka bitta mashina bersang nima xohlamayman. Yo'q, men ikkita stakka sotaman, chunki menga foyda qolishi kerak. Mayli, unda tanlab olaman. Davay, tanlab olsa ham ol. Bo'pti, Mersni olaman, lekin Mers yoqmasdi-yu, mayli. Mers qanaqadir odamni boy qilib ko'rsatadi, mana senga 2 stak dollar. Bo'ldi, olib ketaver. Bo'ldi, rahmat senga biratam. Qanday biratam, bratishka. Так, Mersni eshigi ochilar ekan, salon va shu. Menga bu mashina tekinga tushdi. Tekinga. Wow, ana endi buni men uyimga haydab ketishim kerak. Asta. Voy. Obbo, sekinroq haydash kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham. Lekin hozir men bilasizlarmi nima ishdan quruq qolib ketdim. Mana uyimda polizimdagi ishlarim qolib ketdi. Mayli, mashina pakka shu yerda turib tursin. Uyimni atrofini nima demoqchi edim? Uyimni atrofini o'rab chiqmoqchi edim, bilasizlarmi? Mana taxt topib kelgandim. O'sha taxtiga men mashinaga garaj quraman, garajchi. Menimcha yaxshi edi garaj qurish, lekin undan oldin avval polizimdagi narsalarni kirishtirib olishim kerak. Okey, nimagadir notebookimdan xabarlar kelib yotibdi. Xabarlarni ochamiz. Qishloqda og'irlik, iltimos xabarlarni tarqating. Qaroqchi, pullar yo'qolgan. Pullarni topish kerak, tezroq topaylik, iltimos. Bu pullar hali yo'qolgan pulmidi? Menga nima qiziq bor? Men pul menda emas, muhim. Mana $4 qolibdi. Qaroq pul menda emas, menda mashina bor. Men nima qiziq, men bor fermamda ishlay qolay undan ko'ra, taparam qolib tursin, mayli. Faqat hozir bor fermada ishlayman. Eshikni ochib yopamiz, chunki eshikni ochib qo'yadigan bo'lsam, mana iblis qarab turibdi, ko'ryapsizlarmi, kirib ketay deb turibdi uyimga. Mana shularga kirib ketishi menga yoqmayapti, to'g'risini aytsam, uyimni egallab olyapti. Tezroq polizni tezlashtirib tashlash kerak hamma narsasini. Chunki tezroq garaj qurmasam, mana mashinamga ham egalik qilib olishi mumkin, yaramas jitilvachchalar, chunki ular juda ham farosatni bilmasam qayerda tushirib qo'ygan yoki farosat olmaganmi o'zi, yoki musorxona bor edi qishlog'imiz chekkasida, o'sha musorxona yo'qolib ketdi, balki farosat tashlgandan keyin musorxona ham buzilib ketgan bo'lishi mumkin, bilmadim. Xullas, bular farosatdan va aql degan narsalardan xullas tilib kesilib qolgan desak ham bo'ladi. O'shaning uchun bularga hech qanaqangi ortiqcha gapirmam bo'lmaydi, aqli yo'q va kamsitish bo'lib qoladi ularga. Xo'sh, ana endi bu yerlarga yana qaytadan ekib chiqamiz va yana все. Okey, normal, hammasi chotki. Sabzilar ekib bo'ldim, endi bu yoqqa bug'doy ekib chiqamiz endi. Nima bunaqa aralashtirib ekibsan desanglar, hosil chotki bo'ladi, bratanlar. Mana shunaqa ikki xil qilib eksak, udar bo'ladi. Okey. Nimadir telefonimga izma-iz xabarlar kelyapti. Sizning obunachilaringiz soni 1000 dan oshdi. Tabriklaymiz. Rahmat. Obunachi bo'lganlaring uchun rahmat. Kompyuterimga ham xuddi shu xabar kelibdi. Gabi. Wow, mazza. Juda ham zo'r qaranglar. Wow, lekin quyosh botyapti hamayli. Bunaqangi ko'p qonib yana xabar kelyapti. Ya'ni menimcha xabar keladi notebookimga. Ochamiz. Tabriklaymiz. Siz necha marta tabriklaysizlar odamzod? Mana obunachilarim aqlli, o'zlari biladi. Obuna bo'lyapti. Kakras, rahmat. Obunachilarim ko'payib ketdi. Ana endi qiladigan yagona ishlarimdan yagonasi nima qilsam ekan, mashina uchun garaj quray yaxshisi. Bu yerda 64 ta men uchun mana bunaqangi narsalar ham bor edi. Buni hammasini taxtaga aylantirib yuboramiz. Ana endi taxtaga aylangandan so'ng datchik yonib qolibdi. Mayli, nichivo deymiz. Qanaqa tartibda qursam ekan? Bu yerda bunaqa qilamiz. Bitta eshik uchun joy qoldirishim kerak, chunki hozir men mana bu yerda ham yopmoqchiman. Nimagaligini o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Ana yaramas jitellar mana asalni buzgan uchun bu yerda yopamiz. Bu yerdan 4 blok qilsam, menimcha hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Obbo, shu YouTube vashshi ko'p menga xabar beryapti, obunachilaring 1000 dan oshdi deb. Bilaman 1000 dan oshganini. Hozir aytdinglar-ku desam ham ko'nmayapti, hayronman. Obunachilar shunchalik zo'r obuna bo'lib tashashdi-ku, o'zim ham xursand bo'lib ketyapman, qaranglar. Voy, garang xato qurib tashadim-ku. Mayli, buzish muammo emas. Mana bu tomonda ochish kerak. Mashina kirishi uchun joy qoldirmaganman. Ko'ryapsizlarmi, g'alati. Juda ham g'alati qilib qurib tashabman. Okey.
Hammasini emas, mana shularni buzishim kerak. Yana 2 qator chiqarsam, menimcha moshin bemalol siqadi. 2 qator chiqarib qo'yamiz. Всё va tak всё нормально, okey. Endi bu yerdan ustini yopishimiz kerak, okey. Eshik menimcha qoldira olmayman, blokim yetmaydimi deb qo'rqyapman. Yo, yetsa kerak, bilmadim yana ham. Tak, hozir okey. Eshik qoldirish eshik uchun joy qoldiraman. Eshikim yo'q mani. Katta eshik kerak, bilasizlar, darvoza kerak garaj uchun, lekin menda darvoza problema. Tak, mana bu yerda ochib qo'yish kerak. Ochamiz, chunki men bir uyimga kiraman, garajimga kiraman, shunaqa aylanib yuraman. Tak, mashinani garajga joylashtiramiz. Xo'p, biroz orqaroq, biroz oldinroq va biroz bu tomonroq va biroz orqaroq, biroz yedim, to'g'risini aytsam, yana biroz yedim. Juda ham ko'p yevordim. Tak, asta tushamiz, yopamiz va bu yerda ko'p joyni yeb tashlabman. Tak, bu yerga bitta taxtani qo'yamiz va yetmabdi-ku. Va taxtam yetmasa alam qiladi, lekin bor-ku. Shuncha joyga yetib kelgan, oxiriga kelib yetmay qolsa, вообще alam qiladi. Yo, yetar ekan, normalni. Tak, buni olib tashlaymiz. Juda ham yetdi, konkretni dahshat degan. Katta darvoza sotib olaman endi. Pul ko'p menda emas, $400 pul qolgan. $400 ga menimcha darvoza bersa kerak. Короче, mana shunaqa gaplar. Jigarlar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Men esa keyingi videoni tayyorlash uchun uyimga kiraman. Bu galgi video esa tugadi. Sog' bo'linglar.